Yashaydi. Hurmatli faxriymiz, Ro'ziboyev ekipaj va samolyot parvozga tayyor. Ekipaj komandiri kapitan Turdiyev. Assalomu alaykum. Chotki. Sekin olib kelaverdim. Rahmat prezidentimizga sağ salamat oynab sağ salamat bo'lsin. Kelin kepchak prezidentimizga rahmat, katta rahmat. Munosabati bilan 2-jahon urush qatnashchi 115 yoshli Sattorov Ro'ziboy ota Qashqadaryo viloyati Qarshi tumanida joylashgan Xonobod aerodromida C-295 rusumli samolyotda parvoz amalga oshirilgani munosabati bilan taqdirlanadi. Endi otaxon haqiqiy uchuvchi bo'ldi dedi mana. Ana voy. Otaxon endi haqiqiy uchuvchi bo'ldingiz mana sizga. Tabriklaymiz. Bo'ldi. To'g'riga qarab.